4. Bab. Hazreti İsa yana ko'l bo'yida xalqqa ta'lim berishga boshladi. Uning atrofiga to'plangan xaloyiq intayin ko'p bo'lg'ashqa, u bir kemaga chiqib o'ltirdi. Xaloyiq bo'lsa, ko'l bo'yida turishadi. Hazreti İsa ularga tamsil bilan nurg'un hikmatlarni o'rgatdi. U ta'limida mundoq dedi: "Quloq selinglar. Bir dehqon urug' chashqi etizig'iga chiqibdi. Chashqan urug'larning ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushibdi. Qushlar kelib ularni yeb ketibdi. Ba'zilari tuprog'i kam, toshliq yerlarga tushibdi. To'pisi nepiz bo'lganlikdan tezla unib chiqibdi. Lekin cho'nqur yiltiz tatmag'ashqa kun chiqish bilanla so'lishib, qurib ketibdi. Ba'zilari tikanlarning orsiga tushibdi. Tikanlar o'sib, maysalarni besivapti. Natijada maysalar hosil beramabdi. Ba'zilari bo'lsa, munbat tuproqqa tushibdi. Ular unib chiqqandan keyin o'sib cho'ng bo'lib, yaxshi hosil beribdi. Ularning ba'zilari 30, ba'zilari 60, yana ba'zilari bo'lsa 100 assa hosil beribdi. Hazreti İsa yana mundoq dedi: "Bu so'zlarni qulog'inglarda chin tutinglar." Xaloyiq ketgandan keyin Hazreti İsa'ning 12 shogirdi bilan agashkuchilari uningdan tamsillarning ma'nosini so'rashdi. Hazreti İsa ularga mundoq dedi: "Xudoning podshohligining siri sizlarning bilishinglarga berildi. Lekin podshohlikning sirtiklarga hamma ish tamsillar bilan uqtirildi. Buning bilan Xudoning mo'ni so'zlari amalga oshirildi. Qilganlarimga qaraydi, ma'nisini uqmaydi. So'zlarimni anglaydi, tushunmaydi. Undaq bo'lmasidi, menga qaytatdi, menmi ularni kechirim qilatdim." Ondan Hazreti İsa ularga mundoq dedi: "Sizlar mushu tamsilnimi tushunmadinglarmi? Undaqda boshqa tamsillarni qandoqmi tushunasizlar? Dehqon chashqan urug' Xudoning so'zidir. Chig'ir yo'lga tushgan urug'lar mundoq odamlarga tamsil qilingan bo'lib, ular Xudoning so'zini anglagan hamon shayton kelib ularning qalbiga tushgan so'zni elib ketadi. Tuprog'i kam, toshliq yerlarga tushgan urug'lar mundoq kishilarga tamsil qilingan. Ular Xudoning so'zini anglagan hamon xushallik bilan qabul qiladi. Holbuki Xudoning so'zi ularda yildiz tatmag'ashqa, ular uzunga bardoshlik berolmaydi. Xudoning so'ziga ishonganligidan qiyinchilik yoki ziyonkashlikka uchrasa, darhol Xudo yo'lidan chatnab ketadi. Yana ba'zi kishilar bo'lsa, tikanlik tushgan urug'larga tamsil qilingan. Undaq kishilarning ko'ngliga bu dunyoning andishalari, boylikning iziqtirishi va boshqa narsaga bo'lgan havaslar kirib, Xudoning so'zini bo'g'itadi-da, ular hosilsiz qoladi. Yana ba'zi kishilar munbat tuproqqa tushgan urug'larga tamsil qilingan. Ular Xudoning so'zini anglab, qabul qiladi. Xudoning so'zi ularda 30, 60, hatto 100 assa hosil beradi. Hazreti İsa ularga yana mundoq dedi: "Kim chiroqni yiqib, uni dos yoki karvat ostiga yoshirib qo'yadi? U albatta chiroqdan ustiga qo'ymamdi. Har qanday maxfiy ish oshkorlanmay qolmaydi. Yoshirun tutilgan har qanday ish fosh bo'lmay qolmaydi. Bu so'zlarni qulog'inglarda chin tutinglar. Anglaganlaringlarga zehn qo'yinglar. Sizlar qancha ko'p zehn qo'ysanglar, sizlarga shuncha ko'p tushuncha beriladi. Hatto yetib oshqidakmi beriladi. Chunki kimda aql farosat bo'lsa, uningga texmi ko'p beriladi. Lekin kimda aql farosat bo'lmasa,
uningda bog' bo'g'inimi elib ketildi. Keyin Hazreti Ayso mundaq dedi: Xudoning podshohligi yana buningga o'xshaydi. Dehqon tuproqqa urug' chachidi. U kechasi uxlaydi, kunduzi turdi. Urug' unib yetishidi. Lekin u dehqon qandaqsiga bundaq bo'lganligini bilmaydi. Tuproq tabiiy holda hosil berdi. Urug' avval unidi, keyin bosh chiqirdi. Oxirda bashaqlar to'liq don tutidi. Don pishib yetilganda, u dehqon darhol o'g'oq soladi. Chunki hosil yig'ish vaqti kelgan bo'ladi. Hazreti Ayso yana mundaq dedi: Xudoning podshohligini nemiga o'xshatay? Qandaq bir tamsil bilan suratlab beray? U go'yo bir tal qicha urug'iga o'xshaydi. Qicha urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsa-mu, terilgandan keyin har qandaq ziroatdan egiz o'sib, shundoq shoxlaydi-ki, qushlarmu uning soyasida uvlaydi. Hazreti Ayso Xudoning so'zini buningga o'xshash nurg'un tamsillar bilan jamoat tushunalgudek qilib tushundiratdi. Tamsil keltirmay turib, hech qandaq ta'lim bermaydi. O'z shogirdlari bilan yolg'iz qolganida ularga hammani tushuntirib beradi. U kuni kashqurun Hazreti Ayso shogirdlariga ko'lning u qetig'i o'tayli dedi. Shogirdlar xaloyiqdan ayrilib, Hazreti Ayso o'tirgan kemaga tushib, uni elib yurib ketishdi. Ular bilan bilinmagan boshqa kemalar bor edi. Qattiq bo'ron chiqib, do'lqinlar shundoq urdiki, kemaga suv to'shay deb qolgan edi. Hazreti Ayso kemaning oyoq tarafida yostiqqa bosh qo'yib, uyquga ketgan edi. Shogirdlar uni uyg'otib, "Ustoz, biz g'arq bo'lish oldida turib-atsak, korimiz yo'qmi?" deyishdi. Hazreti Ayso o'rnidan turib, bo'ronga buyruq qildi va do'lqinlarga "To'xta, tinchlan" dedi. Buning bilan bo'ron to'xtab, do'lqin pastlab, hammasi tinchidi. Hazreti Ayso shogirdlarga "Nemanchi qo'rqisizlar? Texchi ishonchinglar yo'qmi?" dedi. Ular bo'lsa qattiq qo'rqinish ichida bir-biriga "Bu odam zodi kimdi? Hatto bo'ron va do'lqinlarmi uning gapini anglaydi ekan, ha?" deb ketishdi.